Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli ata-analar, şunaqla omaq farzandlarimiz. Anlayatqanlar Güzel Dinim programımızın 24. sani. Hammalarga ma'lum bo'lgandek biz bu programmada Mening Güzel Dinim nomli kitobni diqqatingizga sunib kelyapmiz. Biz o'tgan soatlik programmamizda haj babini boshlagan edik. Hammalarga ma'lum. Biz shuning davomini bugun davomlashtiramiz. Oldi bilan biz bugungi sonimizning birinchisida Kabe'ning yo'llari nomli she'rni diqqatingizga sunish bilan bu programımızı davamlaştırırız. Ben Abdullah Yalqun. Şundaqla küçük diktorumuz Qizil Yupurmaq huzurunada buldu. Bugünkü programımız aldı bilen Kabe'nin yolları mavzuluq bu güzel şiir bilen başlandı. Qani diktorumuz Qizil Yupurmaq bu şiirini sundu. Merhamet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hürmetlik atalar ve kadirli küçük dostlar. Kabe'nin yolları. Kabe'nin yolları parça parçadır. Mening yürügüm laxtı-laxtıdır. Dünya degini bir sayılıqdır. Cinim Kabe'm barsam sana, yüzümni gözümni sürtsem sana. Dost yarenler artıp koysun yükümni, Xo'shnilarim halol qilsin haqqini, ko'ralmadim yiroq bilan yaqinni, jinim Kabe'm barsam sana, yuzimni ko'zimni surtsam sana. Kabe'ning tozligiga qanchalik ahamiyat bersak, qalbimizning pokizlig'iga shunchalik ahamiyat berishimiz kerak. Qalbimizni yomon niyat va nachar xiyollardan pokizlashimiz kerak. Xuddi Kabe'ni har xil kirlardan tozalagan Hazrati Ibrohim alayhissalom va Ismoil alayhissalomning qilg'indek. Yer yuzining markazi Kabe'dir. İnsanning markazi qalbidir. Kabe'ning va qalbimizning egasi Alloh taolodir. Yer yuzida Allohga ibodat qilish uchun selingan tunji ibodatxona Kabe'dir. Adem aleyhisselam tarafidan selingan bu ibodatxona Nuh tufanida suv ostida qolgan bo'lib, tomlari yiqilib, o'li ko'rinmas holga kelgan edi. Nuh tufanida yiqilgan bino keyincha Ibrohim aleyhisselam bilan Ismoil aleyhisselam tarafidan aslidagi o'li ustiga yangidan selingan edi. Vaqa mundaq. Ayoli Hajar bilan o'g'li Ismoilni Makkaga yerlashtirgan Ibrohim aleyhisselam Balı chaqisini yo'qlash uchun pat-pat Makkaga kelib turadi. Yeni Makkaga kelgan bir kuni Alloh taolo uningga Kabe'ni yangi boshdan bino qilishni amr qildi. Bu amrga binoan Ibrohim alayhissalom bilan o'g'li Ismoil alayhissalom Kabe'ni selishga tutish qildi. Odam alayhissalom zamonidagi o'g'lini tepib, tomni bu o'g'lining ustiga soldi. Ismoil alayhissalom tog'dan tosh akilatdi. İbrahim alayhissalom Kabe'ni bino qiladi. Bir tarafdan mushundaq bir muborak xizmatni qilishga nasib qilgan Alloh taologa shukr qilgach, mundaq deb duo qilgan edi. Ey Rabbimiz, qilgan bu ishimizni qabul qilgin. Shubhisizki, sen anglag'uchisan, ko'rguchisan. Ey Rabbimiz, bizni sana itoat qilg'uchilardan ayla. Naslimizdan sana itoat qilg'uchi bir ummat chiqargin. Bizga ibodat qilish usullarini ko'rsatgin. Tavbimizni qabul qilgin. Chunki sen tavbalarni qabul qilg'uchi, afu qilg'uchi, nihoyat mehribon va shafqatli Allohsan. Ey Rabbimiz, bizning xizmatimizni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimizni anglab turg'uchisan. Niyatimizni bilib turg'uchisan. Rabbimiz, bizni sana itoatman qilgin. Bizning avlodlarimizdanmi o'zingga itoatman ummat chiqargin. Bizga hajjimizning qoidalarini bildirgin. Tavbimizni qabul qilgin. Chunki sen tavbani nihoyat qabul qilg'uchisan, nihoyat mehribonsan. Ey Rabbimiz, ularning ichidan oyatlaringni ularga tilovat qilib berdigan, kitobingni, ya'ni Qur'onni, hikmatni, ya'ni pok sunnatni ularga o'rgatadigan, ularni mushriklik va gunohlardan pok qiladigan bir payg'ambar avatgin. Haqiqatan sen g'olibsan, hikmat bilan ish qilg'uchisan. Sura Baqara 127-oyatdan 129-oyatgacha. Kabe'ning tomlari egizilgan va qurilishi tamomlangan edi. Jibril alayhissalom takror kelib Ibrohim alayhissalom va Ismoil alayhissalomga tavob qilishni
va boshqa haj vazifalarini o'rgatdi. Tavof qilguvchilar, berilib ibodat qilguvchilar, ruku va sajda qilguvchilar uchun Ka'bani pokiza tutish kerakligi haqidagi amrini bildirdi. Har xil moddiy va ma'naviy paskinchilikdan pokizlangan Ka'ba insonlarning ibodat qilish uchun tayyor holga kelgan edi. Ulug' Alloh insonlarni hajga da'vat qilish, ya'ni chaqirish uchun Ibrohim alayhisalomga mundaq amr qildi. Kishilarning orasida ularni hajga chaqirib nido qilgan. Ular piyoda va urug' to'ygilarga minib keladi. Urug' to'ygilar yiroq yo'llarni besib keladi. Sura Haj 26 va 27 oyatlar. Bu ilahi əmrə binaən İbrahim əleyhissalam həcc ibadətinin Allah'ın bir fərzi ikənligini insanlara elan qıldı. Şu gündən etibarən Allah'ın bu əmrə itaat qılğan musulmanlar həcc vəzifəsini ada qilish üçün Məkkəyə top-top buluşub gəlməkdə. Musulmanlar qiyamətə qədər bu aləm şumul çağırıqqa avaz qoşub həcgə kelishini davamlaşdırdı. Xo'sh, qizil yo'pirmoq nihoyatda go'zal o'qib berdingiz, rahmat sizga. Ka'bani yiqitishdan qanchalik tortinsak, insonlarning ko'nglini og'ritish, dilini ranjitishdan mu shunchalik tortinishimiz kerak. Ko'ngli ko'ksingni kang tut, ichi torliq qilma sayrani, rizoyi baridin chiqma sayrani. Ko'ngil Baytullohdir, yiqma sayrani, qo'lingdan kelsa imorat ayla. degan bir go'zal bir she'r ekan. Ya'ni rizoyi baridin degan gap Allohning rizoligidan, Allohning roziligidan chiqma sayrani dedi. Ya'ni bir shaxsga qartlatdi. Ha? Ko'ngil Baytullohdir, yiqma sayrani. Ya'ni og'ritma. Yiqma degan gap, og'ritma, uni yiqib tashlama degan gap. Qo'lingdan kelsa imorat ayla. Uni xushalliqqa to'ldir. Uni avatlaştır, uni güzelleştir degandek ma'noga ega. Xo'sh, endi hajga munosabatlik yerlar degan bobga keldik. Haj diniy makon va simvollari ko'p bo'lgan bir ibodatdir. Hajni yaxshi tushunish va ibodatni joyida ado qilish uchun bularni yaxshi bilishimiz kerak. Suyimli payg'ambarimiz mundaq deydi: Masjidi haramda o'qilgan namoz boshqa masjidlarda o'qilgan namozlardan daraja jihatda 100 ming hassa ortiqdir. İbn Majah Sunan 1. cilt 450. bet. İkinci Mescid-i Haram Ka'be'nin etrafındaki kengri yerde bina kılınan mesciddir. Bu mescid Harem-i Şerif deb atıldı. Endi Ka'be'ga kelsak, Ka'be yeryüzünde Allah'a ibadet üçün selingan tunji binadır. Ka'be Allah'a ibadet kılındıgan öy degan ma'nida Baytulloh Allah'ның öyi deb atıldı. Allah Taala mundaq deydi: Şübhisizki insanlar üçün bərpa qılınğan tunji ibadet yeri Mekke'deki Ka'be'dir. Sura Ali İmran 96. ayet. Hajarul Asvad qara tash deganlikdir. Bu tash Ka'be'nin sharqiy janubiy burjikiga İbrahim alayhissalom tarafidan qo'yilgan. Tavob Hajarul Asvad qo'yilgan tarafdan boshlandi va har oyilnishda salom beriladi. Maqami İbrahim aleyhisselam Ka'bani bina qilganda shuti o'rnida ishlatgan va insonlarni hajga chaqirganda ustiga dastlab turgan toshning o'rni. Bu yerda namoz o'qish ko'p savobdir. Arafat. Barliq hojilar Arafat kuni vaqfida turadigan ham birlikda Allohga yolvorib duo qiladigan kengri bir joydir. Arafatning o'ttirsidagi egizlik Jabalur Rahma, rahmat egizligi deb atalgan. Suyumlik payg'ambarimiz mundaq deydi: Haj Arafatdir. Termizi Haj 57. numur. Allah Taala mundaq deydi: Biz Ka'bani kishilar uchun jam bo'ladigan joy va aman joy qilib berdik. Kishilarga maqomi Ibrohimni namozgoh qilinglar, ya'ni shu yerda namoz o'qinglar dedik. Sura Baqara 125. oyat. İbrahim aleyhisselamның Allah'a itoatchanligi, samimiyligi, tavhid yo'lida kurash qilishi va go'zal axloqi biz uchun yaxshi o'rnakdir. Muzdalifa Arafat bilan Mina orasidagi bir yerning ismi bo'lib,
Qurban hayit kuni shaytonga etiladigan toshlar mush yerga yig'ilgan. Alloh taolo mundaq deydi: Arafatdan qaytgan chig'inglarda Mash'aril Haramda, ya'ni Muzdalifada Allohni yod etinglar. Sura Baqara 198-oyat. Qurban hayit kuni qurbonlik mol bo'g'izlanadigan va shaytonga tosh etiladigan yerdir. İbrahim alayhissalom o'g'li Ismoil alayhissalomni qurbonlik qilish uchun Minoga elib kelgan edi. Safo bilan Marva. Ka'baning sharqiy janubiy tarafida 200 metr uzoqlikdagi ikki egizlikdir. Bu egizliklar Masjidi Haramning ichida bo'lib, Safo bilan Marva orasidagi masofa 350 metrdir. Alloh taolo mundaq deydi: Safo bilan Marva haqiqatan Allohning dinining alomatlaridir. Ka'bada haj qilgan yoki umra qilgan odam ularning orasida sa'i qilsa bo'laveradi. Sura Baqara 158-oyat. Tövəndə bizning kichik diktorimiz Qizil Yo'pirmoq yetib borgan yerlarga mavzuliq bu go'zal Jamol O'g'iz O'jalning she'ri, albatta bu uyg'urchilashtirgan she'r, buni diqqatingizga sunadi. Qani marhamat. Yetib bargan yerlerge, yetib bargan yerlerge, bizden salam alğaç ket. Haq dost diyen tıllarga, bizden salam alğaç ket. Qutluk Hicaz çölüge, haqning sulmaz gülüge, u muminler selige, bizden salam alğaç ket. Kirgenler dost biğiga, düşmez kapır torga, mübarek nur teğiga, bizden salam alğaç ket. Yaqqan nuri Allahqa, Merve bilen Safaga, Muhammed Mustafa'ga bizden salam alğaç ket. Yalvurup Rabbimizge, dualar qilib bizge, muazzam Ka'bimizge bizden salam alğaç ket. Her tayansang Allahqa, chiqsan nurluq sabaga, ulug' Resulullahqa bizden salam alğaç ket. Kirsen eğer ihramga, kol tekkizmey haramga, sahabeyi kiramga bizden salam alğaç ket. Mekke bilen Medine, tengdişi yok hazine, Cihari yarның güzine bizden salam alğaç ket. Attapta köygen başka, süyülgen kara taşka, közlerden akkan yaşka bizden salam alğaç ket. Tekbir etkan musulmanga, buğuzlangan qurbanlıqqa, barlık ehli imanға bizden salam alğaç ket. Ülgürer Jamal gayri, köp sözüm yoktur xayri, hacılarga ayrım ayrım bizden salam alğaç ket. Şair Jamal O'g'iz O'jal. Hürmetlik ata-onalar, shunaqla o'moq farzandlarimiz, bugun vaqt munosabati bilan programmamizning 24-chi soni mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh yangi bir qatimliq programmamizda sizlar bilan yuz ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Ijobatli duolaringizda bizlar uchun duo qilib qo'yishni unutmaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Qani Qizil Yo'pirmoq, sizni xo'shish bo'ling. Hürmetlik ata-onalar ve qadrli kichik do'stlar, kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Alloh topshiraman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.